Joni bitta opam, jonim jon opam. Uyimizni malikasi xon opam. Assalomu alaykum Surayyo opa, sizmisiz? Assalomu alaykum. Sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Ayyomlar muborak bo'lsin. Shukronalik kuningiz bilan qarshi olgan 35 yoshingiz bilan sizni tabriklaymiz. Yaratgan Robbim Allohim umringizni uzoq, tanajoningizni hamisha sog'-omon saqlasin. Har yerda yuzingiz yorug', martabangiz ulug' bo'lsin. Qadringiz qaddingizdan-da baland bo'lsin. Ilohim, o'zimni tanishtirsam, ayni daqiqalarda biz sizga kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Shu loyiha boshlovchisi Zulhumor bo'laman opajonim. Rahmat. Sizni mana shu ulug' ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga siz uchun atalgan go'zal tabriklar, ajoyib dilnomalar yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday go'zal tabriklarni sizga yaqinlaringiz, mehribonlaringiz orasidan kimlar yo'llagan bo'lishi mumkin? Qizim, singlim, Islom akam bor. Albatta opajonim, mashalloh. Xuddi shunday sizni mana shu ulug' ayyomingiz bilan barcha mehribon insonlaringiz, singlingiz Zarnigor opa, ukalaringiz Alibek aka, Elbek akalar tabriklamoqda ekanlar. Bizning tabrik loyihamizga ham aynan Zarnigor opamiz sizni tabriklab o'zining go'zal tabriklarini yo'llagan ekan. Agar ruxsat bersangiz, mana shu ulug'da shu tabriklarni sizga o'qib eshittirsam. Rahmat. Assalomu alaykum. Oq ko'nglim, beg'uborim, lola gulim opajonim. Bugungi shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Avvalo tanajoningiz sog' va salomatlikda bo'lsin. Xayrli va sermazmunli umr ko'ring. Rizqingiz keng va haloldan bo'lsin. Har bosgan qadamingiz gunohlardan xoli, savoblarga serob bo'lsin. Opajonim, turmush tashvishlari bilan bo'lib bir-birimizni tez-tez yo'qlab tura olmasak-da, qalbim siz tomon talpinib turadi. Diydorlaringizni, suhbatlaringizni xumor qilib turadi. Issiq bag'ringiz xuddi onamdek mehri qiyosim opajonim. Bizning baxtimizga doim sog'-salomat bo'ling. Opa-singil degani jonga jondosh bo'ladi. Qiynalgan hasratlarga yonga yondosh bo'ladi. Yurak to'lib yig'lasangiz, yupatuvchi yaqiningiz butun